Kurs dasturi. Birinchi mavzu: tana bu omonat. Tana arendaga berilgan va biling buni javobi bor. Agar siz tanaga bee'tibor bo'lsangiz, uni eshitmasangiz, uni qadriga yetmasangiz, tanangizni qiynab qo'ysangiz, buni javobi borligini menimcha mendan ham yaxshi bilasiz va har bir insonni qadr-qimmat qadriyatlar tizimi bor-da. Qadriyatlar tizimi bor. Bu nima degani? Men uchun nima muhim? Men uchun nima muhim? Bu qadriyatlar hisoblanadi. Tavsiya qilaman, zo'r bir amaliyot bor. O'tiringda hayotda siz uchun nima muhimligini yozib chiqing. Birinchi o'rinda menga nima muhim? Balki kimlar uchundir birinchi o'rinda meni farzandlarim bo'lar. Kim uchundir birinchi o'rinda menga pul muhim yoki birinchi o'rinda menga obro' muhim, meni oilam muhim. Farqi yo'q. Yozib chiqing. O'ylab ko'ring, nima muhim siz uchun? Va mana shunday qadriyatlar tizimida sog'liq, tanani holati nechinchi o'rinda? Ming afsuski, tanamiz eng oxirgi o'rinda bo'lganligi uchun ham juda ham ko'p hozirgi kunda g'alati tushunarsiz kasalliklar. Shahlopa, agar guvohi bo'lsangiz, mana misol uchun 50 ga kirgansizda, onalarimiz paytida yoki bizning yoshligimizda ayrim kasalliklar yo'q edi va bilmas edik umuman. Eshitmaganmiz qanaqadir kasalliklarni. Hozir oq qon kasalligi, 30 yoshmi, 20 yoshda klimaksmi? Klimaks yosh bo'lib ketdi. Biza klimaks nimaligini bilishmagan, tushunishmagan. 10 talab farzand dunyoga keltirgan. U 60-70 yoshda klimaks bo'lgan. Hozir juda ham yosh. Klimaksning yoshi. Nimaga bunaqa? Yashash sharoitligi og'ir bo'lsa ham sog'lom bo'lishgan, baquvvat bo'lishgan. Ularni men oyimgilarni eslayman, harakatchanligiga qoyil qolsa bo'lardi. 70 yoshligida ertalabdan kechgacha tinishmasdi. 5 da turib, kechgacha tinishmasdi. Achki taqqan babushkalar, buvilar kamdan kam bo'lardi. Biz ham buvilarimiz shunaqa buvilarni ko'rganman, mana shunday o'tirardi. Mana shunday. Yon boshlamasdan, bukchaymasdan tik holatda o'tirardi va ko'z oynaksiz tikish tikardi. Oyim ham chevar bo'lganlar. Shu 70 yoshlarida ham mashinkada tikish tikardilar. Nima endi hozir bunaqa? Mana bunaqa bardor bo'lganiga qaramasdan, sharoit zo'r bo'lishiga qaramasdan, kelin tushirishingiz bilan birinchi farzandi bilan обязательно homiladorlikda saqlanishda yotish kerak. Bu обязалово. Homilador bo'ldimi kelin? Saqlanishda yoki birinchi bolasi tushishi kerak. Anu juda ham ko'p. Artroz, artrit, suyak yemirilishi, gryja. Kimni so'ramasang gryja. Davleniya, sahr. Men o'zim 10 yil davleniyadan qiynalganman. Mana shunaqa gaplar. Demak, biz nima uchundir tanani bilmaymiz, uni eshitmaymizmi, uni qiynab qo'yamizmi? Birinchi mavzu shuning uchun tana bu omonat deb